Assalomu alaykum. Bu video davomida man sizlarga Content Pro Telegram botida obuna olishni ko'rsataman. Buning uchun biz pastga tushamiz va obuna sotib olish tugmasini bosamiz. Va obunamiz ichiga qanday funksiyalar kirish haqida bu yerda ma'lumot berib o'tilgan. Va narxlarni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 1 oylik obunani biz 99 ming so'mga yoki 3 oylik obunani biz 250 ming so'mga olishimiz mumkin. Obuna sotib olish uchun Alixanova Sotuv 2 Telegramiga murojaat qilishingiz kerak. Murojaat qilganingizdan keyin biz sizlarga to'lov qilish uchun karta raqam beramiz. Mana shu karta raqamga sizlar 99 ming so'm 1 oyga yoki 3 oyga 250 ming so'm o'tkazishingiz kerak. O'tkazganingizdan keyin to'lov qilganingizdan keyin to'lov chekini rasmini bizga yuborishingiz kerak. To'lov chekini bizga yuborganingizdan keyin biz sizlarga promokod beramiz. Mana shu promokodni yozib 1 oyga yoki 3 oyga dostуп olishingiz mumkin. Promokodni yozish uchun biz Unlim tugmasini bosamiz va bu yerda biz tanlab olishimiz mumkin. Misol uchun biz 1 oyga to'lov qilgan bo'lsak, 1 oylik tugmasini bosamiz va pastda biz promokodni kiritamiz. Bizdan olgan promokodinglarni sizlar kirishingiz mumkin. Misol uchun men kiritadigan bo'lsam, repo use deb kiritadigan bo'lsam, mana bu yerda mana hozir menga to'lovingiz qabul qilindi, Content Pro oilasiga xush kelibsiz degan menga xabar keldi. Bu degani menga 1 oyga yoki 3 oyga to'lov qilgan bo'lsam, 3 oyga menga dostуп berilgan. Va bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, Unlim obunani 25.06.20 biz ishlatishimiz mumkin. Bu Telegram botimizni cheksiz. Yana bitta funksiyani men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Agar sizlar obunani muddatini yana bir bor bilmoqchi bo'lsanglar, obuna sotib olish tugmasini bosadigan bo'lsanglar, qaysi oygacha, qaysi kungacha obuna amal qilishini ko'rsatilgan.